5000 yurgan Cobalt avtomobilni men hadoy qilib, chashkadagi muammolarni hal qilib, offroad mavsumiga tayyorlamoqchiman. 3000 yurgan paytimda bu mashinada o'sha chashkalar zazor berib qo'ygan. Men bu mashinaga Lacetti chashka qo'ymoqchiman. Nima uchun? Mashinani ozgina balandroq qilish uchun va uzoqroq xizmat qilishini ta'minlash uchun. Endi kuzatib turasizlar, bu Cobaltga o'zini podshipnikini qo'yamiz. Lacetti chashkani qo'yamiz. Bu chashka oddiy chashka emas, bu usulli chashka hisoblanadi. Keyin mana o'zini gaykasini qotiramiz tepaligini. Bu Gentrani chashkasining tepasida turadigan tarilkasi desa ham bular hammada har xil. Buni 12 dan 14 ga razmerini o'zgartiramiz. Ancha gрамотный ish bo'ladi okalar. Ko'ryapsizlarmi? Mana buni qo'yish shart emas o'shanda. Mana farqini ko'ryapsizlarmi? Ham uzoqroq xizmat qiladi, ham mashinani ozgina ko'taramiz aka. Aytgancha mashina yumshoq yurish uchun albatta biz Amat Pro amazatlarni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana bular obязательно olib qo'yinglar okalar, chunki ertaga har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Buni amazata chashka bo'rkakalarini topishlarsa muammo bo'ladi. Amat Pro'dan 4 usulini amazata orqani ko'tarish uchun rezinka qo'yamiz. Kimda gaz balon bo'ladigan bo'lsa, trigger prujina qo'yib ko'tarsanglar ancha balon bo'ladi. Menda gaz balon yo'q. Men silent block qilingan mana qo'yaylik ichaga. Lacetti chashkani perdelka qilingan varianti mashina ancha baland bo'ldi, ko'tarib ko'rdi. Endi sinab ko'rsak bo'ladi. Bizda ikkinchi videoni tomosha qilinglar, sinalgan videolar hammasi o'sha yerda bo'ladi okalar.